Assalomu alaykum. Dadajon, men keldim. Siz yaxshi ko'rgan mastafalardan olib keldim. Issiqini, qaynoqini ichib olasiz. Siz yaxshi ko'rgan o'rik sharbatlaridan olib keldim. Dadajon, qaynoqini mastava olib keldim. Keling, sovib qoladi. Labbay qizim deng. Men nodon qizingiz vaqt ajratib ovqat olib keldim. Lekin siz iltimos hech bo'lmasa derazam tagiga qush bo'lib sayrab Derazaning ostida tongda sayragan qush sizmasmi ota? Yo tunimga ko'klam mozorda yopishgan gul sizmasmi ota?